Bugun sizlar bilan xuddi shu ko'rinishdagi restoranning atmosferasini beradigan tovuq go'shtidan sabzavotli rulet tayyorlashni o'rganamiz. Ketdi. Birinchi bo'lib qiymamizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib ochib olamiz va ichiga kerak bo'ladigan sabzavotlarni xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Men bu ovqatimiz uchun Kallex brendining 10 sirni tanladim. Sirlarimizni ham xuddi shunaqa to'g'rab, birin-ketirlikda qiymamizni ichiga go'shtlari bilan birga solib olamiz. Qiymamizning ichiga hamma mahsulotlarni solib olganimizdan keyin asta-sekinlik bilan rulet shakliga keltirib, qovush jarayoniga o'tamiz. Ruletimizning usti yaxshilab qizarib olgandan keyin 180 gradusga 10 daqiqaga duxovkaga tiqib. Kerakli sabzavotlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, birin-ketirlikda qovurib olamiz. Ozgina qovurib olganimizdan keyin tabga ko'ra tuz, murch, oregano va ozgina suv berib 5 daqiqa dimlab qo'yamiz. 5 daqiqa dimlangandan so'ng unga cherry pomidor, rayhon solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan ruletimizni kesib, tarelkalarga uvushlari bilan chiroyli qilib taxlab olamiz. Ko'rib turganingizdek taomimiz tayyor, hammalarga yoqimli ishtaha.